Bratishka, sen bozori volk ekansan. Mashinani yerga urishyapti. Shuni qimmatroq sotib bersin-chi. Bo'ldi. Bo'lmasa bozordagi eng zo'r o'yinni qilamiz. Patisha pogovori azgina miyadan qanot qilsan. Voy, eshit, bozorga boramiz. Men kredit bo'lib boraman. Lekin sen meni tanimaysan. Mashina o'tdan bo'tdan maqtab tashlayman deb baland narx qo'yib qo'yaman. Atrofimizga 5-6 qo'yni yig'ilib qoladi. Baribir bittasi oladi. O'zim senga imo ishora qilaman. Sen sotib olasan, tushundingmi? Dabro, bratishka, ketdi bozorga. Ke, mashina sotiladimi? Sotiladi. Mashina mas lekin uddali Malibu bar, Malibu rul. Oka, menga mashina yoqdi. 12,000 narx sanayman, rozimisiz? Azgina qo'sh pas narx aytyapsan-ku. Oka, 12,000 ga shu akam olmasa men o'zim olib qo'yaman. Mashina yoqdi. Voy, qo'y keldi, soat. Bratishka, ko'rasan, baraka bo'ling deyapti. Nima qilasan, birovni savdosiga aralash. Panayotgan bormi? Surbotda. Karochi, mashina senga o'tdi. 12,000 berasan. Jinnimisan, voy, uyda kelishdik-ku, o'yin qilamiz deb. Savdoda o'yin bo'lmaydi. Yo pulni sanaysan, yo to'kilgan tishini sanaysan. Voy, bitta gap aytaymi? Chichvarding. Nima qilyapsan? Sadaqa bermoqchiman. Bularga baliq bersang o'rganib qoladi. Bularga balig'i tutishni o'rgatish kerak. Qanaqa qilib? Hozir qarab turing. Ana endi o'zini biznesini boshlaydi. So'rish qiling o'rtoq. Ketdik. Litsenziyasiz suv sotasiz. Usha buni. Meniki emas, shu anulaniki. Sizga 40 taklashib, idorada gaplashamiz. 100,000 beraman qo'yvorlaring. Mana aka, baraka. Yaxshiligiga hayda. Salomat bo'ling. Sog'lik. Yo'q, ana tayyor mashinani sotib yordingmi? Ha? Elektromobil olmoqchiman. 10,000 ni boshiga beraman-da, 20,000 ni 3 yilda 35,000 qilib beraman. O shunda mashina obchi 45,000 ga tushyaptimi? Ha, ko'rasan, boshqacha pul yig'ib bo'lmayapti. O sen yoshingdan kallang ishlamas edi. Hozir Xitoy mashinalari narx tashib yuboradi, tog'ani ertaga arzimagan pulga sota olmay o'tirasan. Sen yoshligingdan beri meni ko'ra olmasding. Bor, ishingni qil. Og'ayni Xitoy mashinasi qalay ekan? 1 yildan beri haydayapsa. Gapirma. Kredit yopaman-san, ro'zg'or qila olmayman. Ro'zg'or qilaman-san, kredit yopa olmayman. Uni sotib yubor. Jonim sotardim. Kreditni qoplamaydi-da. Orqadan urdimi? Voh, baxt qush qo'ndi boshimga. Pramani aptekada olganmisan? Oka, meni aybim, mana $300 o'zingiz qildirib olasiz. Bilasan qanaqa mashina urib qo'yganingni? Qanaqa? Masla 1 yillik mashina, uni ustiga kredit. Yana 200 qo'sh. O'zimga javob bera olmayman. Mana oka, qo'yib yuboring. Sirbatdan. Og'ayni ketdik, kassa pravkani qildirib olamiz. Qanaqa kassa prap? Oldingi oy kreditini yopmaganman. Yur bankka to'lab kelaylik. Yo, og'ayni, qayerdan kelsa? Mashina bozordan kelman. 3 haftadan beri sota olmayman mashinamni. Ha, men senga aytgandim, Xitoy mashinaga ishonch yo'q deb. O'zi bozor qancha qildi buni? 15,000 arzoniga so'rashdi. Sana puling bor-ku, o'zing olib qo'y-qa. Xohlasang 15,000 ga olib qolaman. Dollardami? Jinni bo'lsa, so'mda. Remontlarni yorib odamni shuncha pul qayerdan olgan ekan? Mana siz bergan $100 shu 2 xonali dom oldim. Kuydirga senga $100 kim uy beradi? Otang, hozir xohish bo'lsa imkon topiladi. Siz bergan 100 ga borib iPhone oldim, variantga. Keyin uni og'aynimga $1000 ga sotdim. Rangi goldmidi? Ha-da. Yaxshi. Keyin u pulni oldim-da, O'rta Osiyo Qobil akaga borib, 1000 shapka berdim-da, arendaga Nexus olib bordim. Keyin Nexus oldim-da, Teshmas Zaporojga $10,000 ga sotib yubordim. Ishqili dankarat bilan zapasga balonni olib qo'ydingmi? Ha, siz o'g'lingiz mana olib qoldim. 10,000 ni boshlanish to'riga shitir sanadim-da, 2 xonali domni 15 ga kreditga bosib yubordim. To'xta. Hamma narsani kreditga olibsan. To'lamasang bilasan, sen nima qilishadi? Menga hech narsa qilishmaydi. Nimaga senga hech nima qilmaydi? Hamma kredit sizni nomingizga olganman. Kechirasiz, Usmonov kim? Manman. Sizning nomingizga mebel olingan kreditga xatga qo'yinglar. Boshimga qo'y, boshimga. This is that ice cold
Michelle fight for that white gold. Mana kreditlarimni oxirgi to'lovi qildimmi? Siz kreditlarni o'z vaqtida to'laganingiz uchun sizga yana 100 million olish imkoniyatini beramiz. 100 million olaman. Tavba qiladingmi? O'zi oldingi kreditingni to'laymiz deb bir dona shashlayni olmading. Xotiningni ahvoli qarang. Ko'chadagi ko'rsa gadoy deb o'ylab pul berib ketayotgan ekan. Kreditingizni o'ylab adasiz sutim ham qochib ketdi. Manchima sizlar bo'lgan shunday yo'llarim ediga o'taman desam pepes meni 5 deb o'ylab olib ketib qoldi. Men zo'rg'a chiqib keldim. Ata, balki mana shu 100 million bizlarning muammolardan olib chiqib kelar. Bizga rahming kelmasa ham o'zingga rahming kelsa, soqolingni qaragi, yarmi olingan, yarmi olinmagan, Britva yo'ligidan bankni nomini qaragi, kuyasan banki kuydirgan. Oilangiz ham qiynalgan ekan. Balki shu 100 million siz uchun yechimdir. 100 million yechim. Ishqilib shu bola otasiga o'xshagan shundirki bo'lmasin lekin. Ada, Oldingmi shuni og'rit kreditda. siz uchun oldim. To'y shashlaymayotgan ekansiz. Mana masa qiling. Kelin, men shashishim shart emas. Kash ola qoling. Agar tezroq qutulsa, keng safar kreditni 200 million qilib berishar ekan. Olinglar bolalar. Akam ishdan bo'shab ketdilar. Ishdan bo'shabdi? Bo'shabdi. Ya xo'kas. Ya ishlamaydigan odamga go'sht yeyish kim qo'yibdi? O'g'lim sen baqmat, sen ishli odamsan. Xo'p bo'ladi. Ha, to'ppa to'g'ri yetishgan ekan. Ne o'zi ishlamagan odamni noishini ko'rganda. Nafsi buzuq. Ada, sochuvlarimni oldim. Ketdim cho'mashga. Ha, bir bor dam olib kelaylik. Mashina olib turaman. Bo'pti. Oy, sochig'im olib chiqing, men ham dam olib kelamizmi? Ya senga nima bor? O'zi shundoq uyda dam olyapsan-ku. Ha, molga o'xshab yoturmasdan, ish topking. Ha, jabimiz qo'shimiz qassobga qo'y o'tib o'tirishib tursan ham pul beradi. Qo'y qatinishingmi? O'zi shu ekanni, ishlamasang tuqqan otingga ham yoqmaysan. Ha, kirsan chiqib bolam. Agar qizni ko'ndirsang, bir oydan keyin to'yini qilib beradi. Ko'ndirib kelaman, Ada. Men katta o'g'ilmani birinchi uylanmaymanmi? Senga sovchiligi borsam, o'g'lim ishlamaydi, g'irt darmayo deymanmi? Ha, nobodo to'yini qilib bersam, bitta boqmani ikkita bo'ladimi? Pari. Boqaman deylarmi? O'zlari ham 30 yildan beri hech qayerda ishlamaylar. Faqat oyim boqarlar. Ishlamaydigan narsalar olasanmi? Ishlamaydigan eski narsalar olamiz. Boqmanda bu yoqqa chiq. Ha, tinchlik. Mana mashina ollaring. Yo, nimaga? Ishlamaydi bu. O qarchi, men senga aytolman, iPhone'dan yaxshi edi. Nima deyapsan? iPhone'ning zatkasi yetmaydi. Lazzati ham tepada. Samsung zo'r. Bir marta tutmagansan, sen qayerdan bilasan? Qani shunaqami? iPhone zo'r-a. Ha, iPhone zo'r. Mavze bir senga men beruvdim. Ha, tug'ilgan kunini podatka qilgansan-a? Hech men yoqqa. Baribir Samsung zo'r. Shu odating qolmadi, talashasan, yutqizsan, bergan narsani qaytaveradi. Bu elektromobil bo'lmasa ekan, soch to'kib o'rarkan. Kim aytsanga soch to'ksa ishlab chiqaramidi? Mana ham qo'shnim soch to'kilib ketgan. Bo'lmaganga jinni. Bo'lmagan gap, ha? Ha. Menga qara, rulni men beruvdim. Ha, sen ber. Kesh yoqqa. Yo'q. Yo'q. Qo'shnim aytsam ham ishonmadi. Endi rulsiz yur. O'ncha bo'lmasa uyingga yetib olib ber rulni. O, Dodi, Ronaldo An-Nasrda qanday gol urdi? Qani Messi Amerikaga borib yubib qoldi. Ronaldo jahon chempion bo'lganmi? Bo'lmagan. O, zato 5 ta ligada chempion bo'lgan Messi-chi. Voy, shunaqami? Ha, nima gapchi? Hamma narsa o'ziniki. Voy, mana Dodinglar. Doda ko'p ko'rgansiz. Ronaldo zo'rmi, Messi zo'rmi? Messi, Ronaldo'ni yirtib olgan arzimidi, bolam. Ma'zi tuppudiz odamsan. Menga qarang, bahsini men berganmanmi? Keching men yoqqa. Sizlar yaxshilik bilmas ekan sizlar. Bolam, o'rtog'ing noromasmi? Bergan narsasini yechib ketadi, ha? Shunisiga ham shukr qiling. Yaxshi esiga kelib qolmadi, tali chiqib berganini. Yo'ki och qolib ketardi. Zohid, sezganmisan? Sen nima olsang Ahmad shuni olgisi keladi. O'zini kallasi yo'qmikan, ha? Voy, o'zi kelyapti. Zohid, Nima? ko'rmaysan, krasovkani bir xil qolmi? Bu krasovka hech narsa emas. Ben iPhone bosib bordim-ku. Aka, sizlarda iPhone bormi variantga? Necha edi? 15. 15 bormi? Hozir boraman. Gap yo'q, to zo'r qilibsan. Ahmadga og'ir kelar ekanda endi. Ana o'zi kelyapti-yu.
Hali, bo'pti, xo'p. Ha, Zohid qani? 15. Buning o'zi hech narsa emas. Men qora jentra bosib yubordim-ku. Ko'rmayapsanmi meni? Aka, qora jentra kerak. Yo'q, oq kerak emas, qora jentra variantga nechta bo'lyapti? Zohid, bosib yubordim. Yili sanikidan yengil. Uni qo'ylari ertaga potxam bo'lsa, to'yim bo'ladi. Kimga uylanyapsan? O'zi mahallamizda bitta yaxshi qiz bor, Nargizga. To'y qayerda bo'lyapti? Yakkasaroyda. Ha, qimmat u. Shu sigaretdan ber. Ne? Ikkita ber yana. Ha, nima gap tinchlikmi? To'y atmay. Qasr maraz kelin tarafga men narkoman deb oldim. Serios? Keyingi oy birinchisiga o'tlaring, Yakkasaroyda to'yim bo'lyapti. Kimga uylanyapsan? O'zi mahallada bitta yaxshi qiz bor, Nargizga uylanyapman. So good, I got you. Oldingilar toqqa chiqolmaganmiz. Ha, bu yil nimani bahona qilyapsan? Sen filtrlangan nonlaring. Men ham oqibatni uzdim dedi. Unaqa deganim yo'q. Nima deding? Ichmayman dedim. Ichkili bo'lsa chiqmayman dedim. Ay, ichmayman deganing oqibatni uzdim deganing-da. Uni buni qo'ylaring, qizli nima bo'lyapti? Har doimgidek opa chiqyaptilar. Voy, yoshlari yo'qmi? Yoshiga puling bormi? Yo'q-de. Bo'lmasa opa-de. Va opa chiqsalar ham bolalarni tashlab ketsinlar. Har safar men qarayapman. Adasi, qizlar bilan toqqa chiqish ko'rsatib qo'yaman. Tush oldimga. Menga qara, toqqa qizlar bilan chiqish bizani xotiningga aytdingmi? O'zlaring gruppaga yozgansanlar-da, tekshirganni o'qib qo'ygan. Natoqqa chiqaminglar. Shuncha harakat qildi, o'xshamadi. Xo'sh. Keyingi yil ham bir o'xshatarmiz. Singing low while I pop a bottle off of your chain swing.